Assalom. Kitap o'qish munberiga xush keldingiz. Milliy kimligimizga bevosita chetishliq bo'lgan Tarim daryosi, Lopnur ko'li, Taklimakon degan bu ismlarni anglaganimizda yuraklarimiz titraydi. Taklimakonning shakllanishi, Tarim daryosi, Lopnur ko'lining maydonga kelishi, shundaqla ularning o'tmishi va buguniga munosabatlik tarixiy ma'lumotlar, konkret analizlar bizni qiziqtirmay qolmaydi. Danliq yozuvchimiz Xolida Isroil Abbay muxbirlik salohiyati bilan 2000-yili bahor faslining oxiridan boshlab bir mazgil jafoliq safar qilib, amaliy tekshirish elib berish orqali ona daryoni izlab sarlavhalik ziyorat xotirasini yozib chiqqan. Bu ziyorat xotirasi e'lon qilingandan keyin jamiyatda qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. Men bu ziyorat xotirasini o'qigandan keyin avtorning bu qimmatlik emgak mevsidan bexabar qarindoshlarimni vaqtlantirishni bir ahamiyatli ish deb bildim. Bu maqola avtorning Ona daryoni izlab nomliq hikoya, povest, nasr va maqolalar to'plamiga kirgizilgan. Endi diqqatingizni bu ziyorat xotirasining birinchi bo'limiga bergaysiz. Her qitim vatan xaritasiga nazar tashlaganimda ona daryo Tarimning agri-bugri iqillariga qarab cho'nqur xiyollarga cho'kaman. Go'yo xaritadagi turli rang siziqlar birdilla jonlanib, ko'z oldimda Taklimakon qumliqini o'rab turgan Tangritog', Qoraqurum, Pomir tog'larining ko'kka bo'y so'zgan qorliq cho'qqilari, yaqinqi hozirgi zamonda shakllangan muzliqlar va mangulik qor jug'lanmalari bilan xatarlik jilg'i jiralari quyosh nurida erib asta-asta o'rlanib, qor muzlari orasidan shirildab yig'ilib, jilg'i jiralarni zil-ziliga silib oqadigan zo'r shosh iqillar ko'z oldimga keladi. Ana, Tarim daryosining shimolida ko'k taqashgan hayvatlik Tangri tog'larining janubidan boshlanib, iqib barg'ali yerni gullandirib, Tarim o'ymonliqiga qarab oqqan to'shqan daryosi bilan Ko'mmaliq daryosi. G'arbda Pomir, Qoraqurum tog'laridan boshlanib, bir muncha qadimiy madaniyatlarni barpo qilib, Tarim o'ymonliqiga qarab so'zilgan Qashqar, Yakan daryolari. Qoraqurum tog'larini manba qilgan qumduq bag'rida zumratdek yeshil bo'stonliqlarni va hunar san'atning nodir ulgularini yoritib, texmu chanqoq ko'lga, Tarim o'ymonliqiga so'zilgan Xotan, Qaraqosh daryolari. Bu daryolarning qo'shilishi bilan Tarim daryosi deb atalib birlikka kelgan zo'r qo'shimdak hayvat bilan o'rkash yasab, Uluk dengizda hayatlık belbegi, hayatlık zemini, hayatlık ümidi bulup çapnap, qaqjaragan zemin ve hayatlıkını qandırıp, ahiri qumluq bağrıdaki mücizlik kölge aylangan ana daryo. Xaritini yan to'qilib tiklib edim, agri-bugri siziq xuddi yeshi olamga tang xosiyatlik daraxtga. Uni hosil qilgan inchga havorang siziqlar uning yerning to'mirlariga g'ulat yoygan yiltizlarga o'xshab qoldi. Undaqda Lopnur ko'li-chu. U xuddi po'raklab ichilgan, million yillab barq urib turadigan, go'zalligi aqllarni lol qiladigan kristal gul. Ah, kristal gul. U qani. Bugungi kunga kelganda u qayerga ketdi? U chaqlarda ham qandoqlarcha o'tmishga, qachondir bir chaqda ko'rgan g'uva tushga, aslimiga aylanib qoldi. Xosiyatli daraxtning uchi nima uchun chaqmoq so'qib atganda kuyib ko'tmaklashdi? Uning o'q yiltizi nima uchun kesib tashlandi? O'tgan asrning keyingi yerimidan tortib, Tarim daryosining beshiga kelgan qismatlar hech kimga sir emas. Uning uzunligi borgan sari qisqarib, iqini torayib, suv tarkibining o'zgarib ketayotganligi,
atrofidagi yeshil koridor va yepinchi o'simliklarning qurib ketayotganligi. Bu holning Tarim vodisining, Xinjiangning, hatto dunyoning ekologik tamponligiga, muhitiga keltirayotgan tahdidi bugungi kunda mamlakat ichi va sirtidagilarning diqqatini tortayotgan muhim masala bo'lib qoldi. Shunga Havayda chiqadigan geyistlarga Taklimakanning qumi Atlantik okeandan o'tib Havayga yetib keldi deb yozilganiga kishilar ancha ajablanib ketishmadi. Ba'zi olimlar mushu peti ketaversa uzoqqa qolmay Tarim daryosi mavjud bo'lmay qoladi deb yakun chiqarishdi. Rostili shundoq bo'larmi? 1972-yili Amerika olimlari sun'iy hamroh orqali tartgan suratlardan Lopnor ko'lining o'rnida quloq shaklli ko'kish iz qolganligini bayqab, Lopnor ko'lining yer sharidan yo'qolganligini jakarlagan edi. Biz dunyoga mashhur Lopnor ko'lini ana shunda quritib etib, hech ish bo'lmagandek o'ltirdik. Uzoqqa barmay yana bir kimlar Tarim daryosining qurib ketganligini jakarlarmi? Umi rivoyatga aylanib ketarmi? Inson operat bo'lgandan tortib mushu zaminda yashagan Tangritog', Pamir, Qaraqurum tog'larining ko'ksidan sirqigan o'g'iz sutini ichib, shuningga tayinib tirikchilik qilib kelgan kishilarning avlodiga, Ashu xalq o'z qo'ynida tarbiyalab yetishtirgan qalam egasiga xos mas'uliyat tuyg'usi. Bolaning onaga bo'lgan muhabbatiga o'xshash o'tliq muhabbat uzoqdan beri meni tashvishga va azobga selib kelgan edi. Har qitim axborot vositalaridan Tarim daryosi to'g'risidagi xabarlarni o'qigan, ko'rgan vaqtlarimda qalbim ona daryoga talpinatdi. Tep-tinch kechalarda men uning yiroqdan kelgan sadosini, dard alamini, sen mening o'z farzandim eding-ku, sen nada degan chaqiriq iltijolarni anglagandek bo'latdim. Oxiri 2000-yilning bahor fasli oxirlashayotgan kunlarda men ona daryoni izlab safarga otlandim. Oddiygina safar sumkamda bir necha qur kiyim bilan gazit jurnallardan kesib olgan munosabatlik xabar maqolalar va bir necha ilmiy maqolalar to'plami bor edi. Men karavatliq avtobusning tor karavatida kirilishib ketgan yotgan ko'rplarga yo'linib o'ltirib, deraza sirtidan ushqandek o'tib ketayotgan cho'l manzarasiga qarab, cho'nqur xiyolga g'arq bo'ldim. Balalik chaqlarimdan tortib, quyuq yo'lg'onlar, o't cho'plar qurib taqirlashib ketayotgan bu yo'llarda, mushundoq avtobuslarda talay mang'anman. Bu tugamas cho'l, ig'ir sukunat ostidagi dengizga o'xshash bepoyon sehrlik dala. Sal nerida ko'kich manan ichida qator qatlashib yotgan tog'lar meni yangidan yangi hayajonga va shundoq tagsiz, shundoq sehrli xiyollarga g'arq qiladi. Bu yerdagi anda-sanda yomg'ir yoqqan chaqlarda ko'kirib, bo'lmasa qurib qoladigan har bir tip ojiz giyoh, har bir tal tosh go'yo inson tarixidanmi ko'p ilgiriki ajoyib davrlarning shohididek tuyuladi. Buningdan taxminan 200 million yil ilgari bu zamin, bu dala rostilla poyonsiz dengiz edi. Janubda Hind okeanga, g'arbda Arab dengiziga tutashgan bu dengizning osmonida bulutlar qetib qolgandek esilib turmaydi, balki suvdek oqatdi. Uning ho'l yig'illiq qirg'oqlaridagi ibtidoiy issiq balbaq o'rmonliqlarida dunyodagi eng zo'r dinozavrlar yashaydi. Bu dengiz talay yillar, asrlar o'rkashlab nari tortib turdi. Buningdan 70 million yil ilgariki yangi hayot davrining 3-erasida Himalaya tog'larining yorilish harakati uning atrofidagi tog'larni egizlatib o'tdi.
Uning uch atrofi dengiz yuzidan 4000 metrdan ko'proq egizlikdagi tog'lar bilan o'raldi. Uning janubiy va g'arbini Qinghai Shizang egizligi, Pamir egizligi to'sib tursa, shimoliy va g'arbini Tangri tog'larining o'rta va g'arbiy bo'ligi, sharq shimolining quruq tog' edirlig'i to'sib oldi. Hindi okean, Atlantik okeanning nam havo iqimining to'silib, klimatining qurg'oqlashishi, tog'larning yo'tkilishining kuchayishi, dengizning qurishi, quruqliqning qo'shilishi, necha ming yillik bo'ron chapqun va kalkunning yolishi bilan oxiri 337 ming kvadrat kilometrlik bu zo'r ko'shma qumliq paydo bo'ldi. Buningdan taxminan 100 ming yil ilgarigi davrlar edi. Qumliq go'yo yaratquchi tarafidan qotirib etilgan dengizdagi qatma-qat to'lqinga o'xshaydi. Qumliq to'xtovsiz tavirnib turadi. Qummi o'rkashlaydi. U xuddi kalkundak hamma narsani o'z to'lqinlariga g'arq qilib etalaydi. Qumliqning atrofidagi tog'lardan eqib tushgan yuzlagan cho'ng-kichik daryolar uning bag'riga singib yo'q bo'lib ketadi. Faqat Tangri tog'ining janubiy va shimoliy etikidan boshlangan bir necha yuz eqin va ularning qo'shilishidan hosil bo'lgan hayvatlik cho'ng daryolar bu qumliqda 2000 kilometrdan ortiq musofani besib o'tib, oxirida o'zining kichik dengizini Loqnur ko'lini hosil qilgan edi. U qumliq bag'rida 100 ming yillab oqdi. Xuddi dunyodagi eng ulug' madaniyatlarning manbasi bo'lgan Nil, Hindi, Omu daryolarga o'xshash qadimiyatganligi yerda ashu ulug' madaniyatlardan qelishqusiz madaniyat namunlarini yaratdi. Uzoq qadimki Tarim vodisidagi bo'stonliqlarda yashagan ajdodlarimiz nachar sharoitda, boshqalarning nazarida hayot kechirish imkoniyati yo'q deyarlik makonda, qum bo'ron va qurg'oqchilik bilan bo'lgan kurashlar davomida teriqchilik, chorvachilik, bog'manchilik, beliqchilikdek ko'p xil ishlab chiqarish qurilmasi va o'z sharoitiga mos bo'lgan sug'urish sistemasini borliqqa keltirib, qumliq bog'larda obod shahar yezlarni qurdi va ashu shahar yezlarning hammasida o'zgacha aloyidlikka ega milliy iqtisod va an'analarni yaratdi. Ular qadimdan tartibla atrofini o'rab turgan qumliq, cho'l bayoban, tik tog', xatarlik davollardan halqib o'tib, chet ellar bilan savdo aloqasi o'rnatib, madaniyat almashtirib, jahonga mashhur Ipak yo'lini ochdi. Ular chet ellarning urf-odat, madaniyat san'atidagi ilg'or taraflarni qabul qilib qolmay, o'z tuprog'i, milliy tabaqada tovlab yuksaldirib, texmi yuksak, texmi esil Uyg'ur puraqi chiqib turadigan yangi madaniyatlarni yaratdi. Masalan, ayni davrdagi buddizm san'ati Grek Qandahar, ya'ni Hindiston san'atining ta'siriga uchragan bo'lsa-mu, xalqimiz u ta'sirlarni o'z tuprog'ida yug'urib va yuksaldirib, o'zining narsasiga aylantirib, tam rasmlari va haykaltarashlikda personajlarning individualligini gavdalantirish jihatda Hindi Aryan Budda san'atidan, badan go'zalligini ifodalash mahorati jihatda Grek san'atidan eshib ketdi. Keyingi mezgillarda diniy va ijtimoiy o'zgarishlar tufayli rassomlik va haykaltarashlik san'ati taraqqiy qila olmagan bo'lsa-mu, xalqimizning vujudidagi Tarim daryosining o'q suti bilan kirgan san'atkorlik san'atining boshqa turlarida binokorlik, qo'l hunarvanchilik bo'libmi naqshi usul muzik san'atida qayta o'zini ko'rsatdi. O'xshashla arab, Paris, Hindi naqshi muzik san'atining ta'sirini qabul qilgan Uyg'ur naqshi muzik san'ati yana qo'yuq yerlik va milliy alohidlikka ega bo'lib qolmay, yurishlashgan, zo'r hajmlik, ko'p o'zgarishlik, mashhur klassik she'rlar tekst qilingan 12 muqomni borliqqa keltirdi.
Uyghur usuli hem teximi esil, teximi nafis, teximi hayatlıq, işki güzellik bilen taşqi güzellikning birikishiga ahamiyat beradigan haqiqiy esil san'atligi bilan farqlanadi. Bu alohidlik Uyghur madaniyatining hamma sohalarida, bo'libmi urf-odat, axloq, yashash falsafasi jihatda, shundaqla iqtisod, egilik eng qatorliq jihatlardami o'z ifodasini topgan. Şuna Uyg'urlar birlikka kelgan, gullangan davrlarda o'z madaniyati bilan shuhrat qozongan. İnsaniyat madaniyat xazinasiga to'kib qo'shalagan. Bu herkesma tasodifiylik emas. Biroq keyin dengiz yo'llarining ichilishi, Osiyo quruqligining eng ishkirsiga joylashgan cho'l, bayovan, qumduq va egiz tog'larni tabiiy to'siq qilgan Tarim vodisini jahondan, taraqqiyotdan chetda qoldirdi. Bir zamonlarda gullangan Ovat Yipak yo'li xaroblashdi. Tarim vodisi va Tarim madaniyati o'zgarayotgan, taraqqiy qilayotgan dunyoning esidan nihoyat tesla ko'tarilib ketdi. Uning ustiga xo'jalarning necha asrlik hukmronligi, ular tarqatgan tarki dunyolik, tasavvufchilik ideyalari, oyig'i uzilmas urush, yig'iliqlar bu yerni bir qarasa yuksak madaniyat, an'ana iznolari chala bo'la saqlanib qolgan. Yana bir qarasa qaloqliq, nodonlik, jaholat cho'nqur yiltizlab ketgan. Odam beshidan yasalgan munarlar qadamda bir uchrab turadigan zulmat makonga aylantirib etdi. Taki 19-asrning oxiri, 20-asrning beshida qum ostiga ko'milgan madaniyat mo'jizalari birdilla chaqnab, jahon ahlini hayron qoldirganga qadar Tarim daryosi ana shundoq g'iriblikda, nam nishonsiz, tinsiz oqdi. Qum ostida necha ming yil ko'milib yotgan, qadimki Hindi, Misr madaniyati bilan baslashalaydigan bu parlaq madaniyat g'arb ellarida Tarim vodisi to'g'risidagi tadqiqot qizg'inligini qo'zg'adi. Yevropalik ekspeditsiyachi, arxeolog, insonshunos, tavakkulchilar Şinjanga yuburilib kelishga boshladi. Ular kishining ko'zini qamashtiradigan bu madaniyat javharlarimizni, tam rasmlari, qopartma rasm, haykal, turlik asar atqa, kitob, vasiqa qatorliqlarni bir qitimda 150-160 sanduqlab elib ketib, o'zlarining muzeylarini bezadi. Ularning bir qismi Germaniyadagi asar atiqalarimizning 40% Ikkinchi dunyo urushida vayron bo'lgandan boshqa, qolganlari hali ham Yevropani asos qilgan 40 necha davlatning muzeylarini nurlantirib turmoqda. Ashu madaniyat tajovuzchilari o'zlarini madaniyat taraqqiyotining simvoli hisoblaydigan ashu kishilar ojiz bir xalqning boyligini bulab talobatganligidan hech qancha xijillik his qilishmadi. Ular bu yerdagi kishilarni, ularning beshiga kelgan qismatlarni tushunmaydi. Ular bu xalqqa o'zlariga yo'l boshlab bebaho madaniyat meroslarini ikki qo'llab sunib bergan yerlik kishilarning hech qancha qimmati yo'q biror mis uzukni talishib, pichoqlashib yurganiga qarab baho berishadi. O'z ustunlik tuyg'usi bu yerni jo'g'rafiyaviy jihatdagi o'lik dengiz, madaniyat jihatdagi bir parcha bo'shliq deb qarashadi. Hatto ming uylardan, Budda xarobilaridan, yer ostidan bayqalgan san'at javharlarini Şinjanning hozirgi aholisidan ilgari yashagan va keyin g'oyib bo'lgan allaqandoq bir xalqning ijod etdi. Vizantiyaliklarning qo'lidan chiqqan san'at deyishgan edi. O chaqda bu buyuk madaniyatning varislari aql, hissiyot va tildan ayrilgan kishilardek zuvat surmay sukutda turishgan edi. 12 muqamdek mo'jizalik, qutatqu bilik, turk tillar divonidek shohona asarlarning yer ostidan chiqqan ana shu tangdoshsiz madaniyat varislarining qo'lidan chiqadiganligini aytib munozirlashalmadi. Tarim daryosi ashularning hammasini ko'rib,
anglab turdi. O qudratlik, tarsa, yugansiz edi. G'azablanganidan osmon palak bo'y tortib o'rkashlaydi. Yorlarni chiqib, qumluqlarga yamrab, davrab oqatdi. Ammo hech narsa deyolmaydi. Mana men bilaman, men hammani ko'rgan, men guvoh deyolmaydi. Taklimakan qumluqini kesib o'tadigan eng cho'ng daryo bo'lgan Tarim daryosining ahamiyati yolg'iz o'lik dengizdagi hayotlik manbasi va yuksak qadimiy madaniyatning manbasi bo'lganligi bilan emas. O 337 ming kvadrat kilometr keladigan, dunyo bo'yicha ikkinchi o'rinda turadigan zo'r ko'shma qumluq bag'riga singib, o'rkashlab turgan bepoyon ham rahimsiz qum barxanlarini yuganlab, qumluq atmosferasini tangshib, shu orqali Xinjiang, Osiyo, hatto butkul yer shari muhitini qo'g'dayotgan fidokor barliqini yer sharimizning aminligiga, insoniyatga beg'ishlagan qahramon. Hargizmi kimlardir aytgandek mag'lub bo'lgan qahramon, yerim yo'lda to'xtab qolgan fidokor emas. U go'yo xolis ham mehribon ona. Qumluq bag'ridagi barcha hayotlikning onasi. Agar Tarim daryosi bo'lmasa, yerim yo'lda qumluqqa singib ketadigan boshqa nurg'un iqinlar bo'lmasa, Taklimakan qumluqi fani olamdagi lavillab turgan do'zaxqa, yer shari va insoniyatga tahdid soladigan ko'hiqabga aylangan bo'ladi. Qumluq yeshillik bilan insoniyatning munosabati unchavala oson, yengil munosabat emas, balki tig'ma-tig' holatdagi hayot-mamotlik munosabat. Bo'libmi Tarim vodisida shundoq. U insonlarning kichikina savalligini, oshko'zligini, nadonligini kechirmaydi. Aksicha, insonlardan aslab badal to'latish yo'li bilan o'ch oladi. Qaramliq bilan besilgan bir qadam insonni necha qadam keyniga chekindiradi. Kichikina manfaat insonni ko'z oldidagi qimmatlik zamindan, etis eriqdan, uy makondan ayirib tashlaydi. Yaratquchi bu vodiga taqsim qilgan suvda qumluqningmi, cho'l jazirningmi, yirtqich hayvon, uchar qanot, qurt qo'ng'izlarningmi, ham insonningmi rizqi borki, hech kimning uni haddidan ortiq egilib olishiga haqqi yo'q. Ilgariki Tarim vodisida odamlar oz chog'larda daryoning iqini uzun, Tarim daryosiga qo'yiladigan tarmoq iqinlarmi ko'p. Qumluqning ko'limi hozirgidan zo'r darajada kichik bo'lib, ko'llar bir-biriga tutashgan, buloqlar qaynab turgan, cheksiz ketgan qadimiy ibtidoiy o'rmonliklar, o'tloqlar, turli yovvoyi hayvonlar, uchar qanotlar bilan to'lgan edi. İnsanlarning insoniyat faoliyatining kengayishiga ergishib, yeshillik chekinib, insondan boshqa hayotlikning yashash makoni tariyib, qumluq barg'ansir kengaydi va insonni yildan yilga tez sur'atda qistab kelishga boshladi. Bu xiyoliy paraz emas, balki ilmiy dalil. Ko'z oldimizda mana men deb turgan rahimsiz reallik. Tarixiy taraqqiyot davomida Tarim vodisidagi insonlar mundaq echinishli qismatlarni ko'p qitim beshidan kechirgan. Taklimakan qanchalik bagliklarni, shahar rabot, yezi qishloqlarni, ibodatxona, butxona, uytanglarni yutib etgan. Nini shonu shavkatlik saltanatlar, ko'zni chaqintadigan madaniyat, san'at namoyandalar, yaxshilik va yomonlik, mardu mardonlik, nomardlik, muhabbat va nafratga to'lgan so'zlab tugatkusiz hikoyalar ham qum ostida g'oyib bo'lgan. Bu qismatlar qumluq kirvikida, ya'ni qurg'oq muhitda yashab kelgan Uyg'urlarda dal daraxtga, yeshillikqa intiladigan, ko'cha tikkan, bog' qilgan kishilarni Xizirdek hurmatlaydigan, uyining, mahallasining, yurtining atrofiga dal daraxt, gul-giyoh o'stirishni zaruriyat hisoblaydigan esil
turmush odati, madaniyat qarashi yetildirgan. Bu odat, bu qarashlar nihoyatda qadimki davrlarda shakllangan bo'lib, 2000 yillar ilgariki qadimki Niya xarobasidan tepilgan Qorushti yeziqidagi tosh bitikka boshqalarning darixini kesish qonunga xilof deb yozilgan. Ham yana aniq qilib, qurib qolmagan daraxtni har qanday kishining yiltizi bilan qo'mirib etishiga bo'lmaydi. Unda qilg'uchiga bir ot jarimani qo'yiladi. Daraxt shexini yerivatkuchilarga bir kola jarimani qo'yiladi deb yozilgan. Bu balkim Jungo bo'yicha emas, dunyo bo'yichami eng burunqi o'rmon qonuni hisoblansa kerak. Safarimning tunji bekiti Ko'rliga saharda yetib keldim. Tariximizdagi nurg'un voqealarning guvohchisi bo'lgan bu shahar bugungi kunda tamoman yangi qiyofatda qad ko'tarib tursa-mu, saharning sap, salqin havosida go'yo tarixning ig'ir xursinishini, to'pi basqan o'ng'il-do'ng'il yo'llarda ketayotgan, charchab holidan ketgan xilma-xil qo'shinlarning radsiz oyoq tebishini, harbichoqlarning g'ichirlishi, qilish miltiqlarning sharaq-shuruqini anglagandek, bir chaqlarda hayvasi Tangri tog'larining janub va shimolini titratgan Badolatning hayotidagi eng oxirgi ig'ir bir qadahni ko'targan qo'llarning titrishini, tabiiy to'siq bosh agimdan ot o'ynatib, qon kechib o'tgan talay g'olib generallarni ko'rgandek bo'ldim. Ana shu simalar qatorida bir sima, Yiroq Yevropadan kelgan qo'rqmas tavakkulchi, ekspeditsiyachi ko'z oldimda ketib qoldi va bargan sari zo'raydi. U dal buningdan 100 yil ilgari Tarim daryosini va uning vodisini, Taklimakon bo'yidagi qadimki madaniyatni izlab kelgan Sven Hedin edi. U Yakan daryosida kemiga tushib, Yakan daryosi bilan Tarim daryosining qo'shiladigan yeri obodqichi. U yerdan yo'l boshlovchilarning hamrohligida kichik qiyiq bilan o'zi yolg'iz Lopnur tavasiga borgan. Yana Lopnur ko'liga qarab yurish qilgan. Yo'l bo'yi Tarim daryosining tez xatarlik eqini, ikki qirg'iqidagi ajoyib manzarlar to'g'risida nurg'un qiziqarli xotirlarni qoldirgan ham mushu qitimliq safarida dunyo ilm sohasini zilzilaga solgan cho'ng bir ishni o'rintagan. Ya'ni yer sharidan o'z daraksiz yo'qolib ketganiga 1300 yil bo'lgan. G'arbliklar Pompu, Osiyadagilar Pompi shahri deb ataydigan Kroran qadimiy shahrining xarobasini topgan. Ana shuningdan tartib Sven Hedinning nomi Xinjiang, Tarim daryosi, Taklimakon va Xinjiangning tarixi bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Ömür bo'yi to'y qilmay o'tgan, hayotida Xinjiang bilan Shizangga 6 qitim kelib, nurg'un ilmiy xizmatlarni qilgan bu mashhur ekspeditsiyachi kishilarning nemishqa to'y qilmaganligi haqidagi savoliga javob berib, mundaq degan. Bu masala bak qiziqarli. Men ko'p qitim muhabbatlashdim, lekin boshdan oxir O'rta Osiyo mening ayolim bo'lib keldi. Men uning muzdek quchqiga asir bo'lganman. Shunga u kunlapchilik qilib, mening boshqalarni so'yishimga yo'l qo'ymaydi. Menmi uningga intayin sodiq. Bu tabiiy ahvol. Har qitim mush so'zlarni o'ylasam, ixtiyorsiz hayajonladim. Yiroq Yevropa, afzal madaniyatlik muhitda yashab turib, yoshligidagi barliq qizg'inligi va kuch-qudratini Taklimakonga, Shizangning qarliq tog'larga beg'ishlagan. Qandaqdir bir mo'jiza bilan Taklimakonda bir qancha qitim g'ur og'zidan qaytgan bu ajoyib odamga hurmatim oshdi. Safarga chiqish, yo'l echish, o'zi yashayotgan dunyoni va shu asosda o'zini qaytadan tonish xayrli ish. İnsanlar ana shunday sayohat, tavakkulchilar orqali yer sharining yumaloq ekanligini, uning qit'alarini, yer tuzilishini, dengiz, okean, tog' daryolarini, muhiti, kelimati va hokazolarni bildi.
o'lchab xaritaga tushirdi va asta-asta boshqa planetlarga nazar selishga boshladi. Afsuski, bularning hammasi Yevropaliklarning to'pisi. Biz yer shari tugul o'z zaminimizni, tog'larimiz, daryolarimizni bilmaymiz. Ajdodlarimiz tog' daryolarimiz haqida maxsus kitob yozgan yo'q. Bu menga toza aniq emas, balki hozirqilarning ko'p yozmaganligi, ko'p qism kishilarning hatto undaq ishlarga ko'ngil bo'lmaydiganligi, xiyoliga keltiribmi boqmaydiganligi menga ayon. Shunga men bu qitimqi safarimda nurg'un kishilarning, hatto xeyli o'qimishli kishilarning tushunmasligiga talay qitim uchirdim. Bir ayol kishi yana kelib o'zingiz yolg'iz safarga chiqibsiz. Tarim daryosini ko'rib, nima qilar edingiz? Uyingizda rahat ko'rib o'ltirmay. Degichilar ko'p bo'ldi. Mening javobim, mushu zaminning yozg'uvchisi ekanmiz, bu zamin dush kelayotgan mushundaq cho'ng ishqa e'tiborsiz qarash, uningga o'z sadoyimizni qo'shmaslik vijdonsizlik bo'lmagandimi, bexudlik. Helimi e'tiborsiz qarayotgan ishlarimiz ozmi? Shunda qilib bu oblastdagi hashamatlik Kiroran mehmonxonasining yasidaq yotiqini tashlab, Tarim daryosining to'van eqinidagi Chaqliq nahiyasiga qarab yo'lga chiqdim. Yanali shu karavatliq avtobusning qistan karaveti, kirlashgan yotgan ko'rpilar, ko'rli bilan Urumchining orliqidanmi yiroq musofa, qum besib ketay debla qolgan o'ng'il-do'ng'il uzun yo'l. Ammo u yerda Tarim daryosining yosh, qudratlik davrlarining izi, halokat girdobida jon talashayotgan to'van eqin, qurib ketgan to'g'roqliqlar, Sevin hidin, Avril stayinlarning izi bor. Avtobus sharqi janubga qarab ilgirlagan siri ko'rlining namxush, salqin havosi dimoqni quritib, nafasni bo'g'adigan qo'rqoq havoga almashdi. Avtobus qum to'pi o'rlab turgan egiz-pas yo'lda to'xtamay chayqalatdi. Derizlarning mahkam etilganiga qaramay, o'rin ko'rpalarni to'zan qaplab ketadi. Helim yaxshi, bu yo'lning ko'p qismini kechada chala uyquliqda besib olganimiz. Hamsafarlarim ichida egiz bo'y, qaddi qomati kelishgan, qo'ng'ir chashliq bir qiz diqqatimni tortdi. Bu qizning uyib yasalgandek chiroyli ham sipta ma'zi bilan peshonasini qaramtul dog' qaplab turadi. Bu qiz Chaqliqning havosi intayin qurg'oqligi, bo'ron ko'p chiqadiganligi, shunga kishilarning terisini yerakdab, yuzida osonla dog' paydo bo'ladiganligi haqida so'zlab berdi. Hozirgi terini go'zallashtirishning amali shuncha ko'p tursa, doktorga ko'rinib boqmadingizmi? deb so'radim. Ko'rindim. Har qancha davolasammi, Chaqliqqa qaytgandan keyin asliga kelib oladi, dedi qiz. Chaqliqqa borgandan keyin haqiqatanmi xeyli ko'p ayollarning yuzida g'alati dog'larning borligini bayqadim. Qog'liqda qurg'oqchilikning iznalarining yolg'iz kishilarning chiroyidinla emas, qurib chak-chak yerilib turgan etisliqlardan, etis qirlari eriq bo'ylarining toqirliqidan, qurib ketgan bog'lardan ko'rgil bo'ladi. Kishilarning suhbatidan hozir ularning bog' qilishga ancha qiziqmas bo'lib qolganligini anglab so'radim. Nimishqa bog' qilmaydi? Yez deganda bog' bo'lmasa qandoq bo'ladi? Hey, suv yo'q tursa. Qalpiklari gaz bog'lab ketgan bir dehqon shundoq dedi. Yaqinqi 30 yildan buyon Chaqliq nahiyasida tabiiy ofat va qum bo'ron yildan yilga ko'paygan. Nahiyadagi 70% o'tliq qum ostida qolgan. Har qitimqi kevas terilg'usida kevasni 2 qitimdan terimisa paxtaning sufitiga kapolat qilg'il bo'lmaydigan bo'lib qolgan. 1999 aprelda 3 kech kunduz to'xtamay bo'ron chiqib, temperatura tovanlab ketganlikdan nahiya bo'yicha necha tuman mo yerdagi kevas
butunlay nobud bo'lgan. O'tloq, chatqal, o'rmonlar qurib, yerlarning sho'rlashib ketayotganligi, qumlashish, tezlashib, ba'zi yerlarda terilg'u yer, bog'-baranglar, uylarning qumning ostida qelayotganligi kishini texim andishiga soladi ekan. Sabab zodi nima? Yanada suvda. Xeyli ko'p qism rayoni Tarim daryosining suyiga qarashliq bo'lgan bu nahiya 1968-yili Tarim daryosining tovanki iqimi qurib ketgandan keyin ig'ir qismatlarga duch kelgan. Aqshimi nahiyalik hukumat ishxonasining tep-tinish yotog'ida Xinjiang xaritasini oldimga yeyib, yana heliqi qurishqa boshlagan xosiyatli daraxt tikildim. Xiyolimda daraxt asta-asta jallanib, o'rkashlab eqiyotgan daryoga aylandi. U o'zining 100 ming yildan buyon davomlashib kelayotgan bo'g'uq, haybat sadosi bilan nimalarnidir demoqchi bo'ladi. Ichida nurg'un gaplar bordek qiladi. Darvaqa, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti qurilgandan buyon Tarim vodisidagi har millat xalqi Kompartiyaning to'g'ri rahbarligida suv, tuproq boyligini keng ko'lamda ichib, bu joyda g'oyat zo'r o'zgarishlarni barliqqa keltirdi. Bo'libmi Tarim daryosi manba iqinlarining quyilish eg'iziga g'ul iqinning beshiga o'rinlashgan Bingtuan yezigilik 1-diviziyasining tuan maydonlari bilan Töven iqimining yuqori qismidagi suv sharoiti yaxshi joylarga o'rinlashgan yezigilik 2-diviziyasining tuan maydonlari sun'iy bo'stonliq ekologiyasi va sun'iy sug'urish aslahalari qurilishi shakllantirgan dehqonchilik sug'urish rayonlarini barpo qilib, yuqori iqtisodiy va ijtimoiy unum yaratdi. 1990-yillarda Tarim vodisi davlat tarafidan paxtachilik bazasi ham Xinjiangning ochliq, a'lo sortliq meva bazasi qilib bekitildi. Shuning bilan bir vaqtda neft boyligi ichilib, Tarim vodisi Xinjiangning shundaqla Jungoning kelgusi taraqqiyot strategiyasidagi muhim rayon bo'lib qoldi. Natijada Tarim vodisida nüfus shiddat bilan ko'payib, tabiiy o'rmon va yepinchi o'simliklarni yo'qotish hisobiga bo'z yerlar ko'plab ichilishga boshladi. Mushu ishlarning hammasi suv bilan yurishadi. Tarim vodisidagi 8 millionga yaqin har millat xalqining turmushi, dehqonchilik, chorvachilik ishlab chiqarishiga, taklimakan bag'rida qator-qator qad ko'targan neft quduqlariga suv kerak edi. Onun ustiga Tarim daryosini bir tutash planlab boshqarish yetarsiz. Suv qurilish aslahalari ko'na va qaloq bo'lganlikdan suv isrofchiligi ig'ir edi. Suv cheklik bo'lgan ahvolda yuqori iqimning gullanishi, suv sarfiyotining eshishi muqarrar holda tovan iqimning xaroblashishini keltirib chiqaradi. Tarim daryosi bo'lsa 1968-yildan tortibla tez sur'atda qisqarishga boshlagan edi. Uning oxirgi nuqtasi Lupnur ko'lidan Qoraqo'shin ko'liga, ondan Qorab'o'ron ko'liga, keyin Tetma ko'liga qisqargan. Eng oxirida Dashko'l suv omburimi qurib ketish xavfiga duch kelgan. Buning bilan daryoning umumiy uzunligi aslidagi 1231 kilometrdan 998 kilometrga tushib qolgan. Tarim daryosining tovan iqini uzilgan. Daryo qini, qurigan ko'llar, xaroblashgan yeshillik, dehqon chorvachilarning uylari qum ostida qolgan. Yer osti suv o'rni 1950-yillardagi 3-5 metrdan 1980-yillarda 13-16 metrga, 1990-yillarda 16dan 19 metrga tushib qolgan. To'g'raqliq ko'lami 5 million 100 ming mo'dan 1975-yili 2 million mo'ga tushib qolgan. Tarim daryosining tovan iqinida 1950-yillardagi to'g'raqliq ko'lami 810 ming mo' bo'lsa, 1995-yili aran
110 ming mo'g'i tushib qolgan. O'tmishdagi kam ketgan qumushliq, sozliq, yulg'unliqlar yo'qolib, yepinchi o'simliklar balbig'i 1950-yillardagi 5-10 kilometrdan 2-5 kilometrga tushib qolgan. Chaqliq tosh yo'li qum ostida qilish xavfiga duch kelgan. Quruqta qumlig'i 3-5 kilometr surat bilan g'arbga ilgirlab, Bo'stonliqni yolmasa, Taklimakan qumliqimi g'arbga kengayib, navbatda Tarim daryosining to'van eqimi xavfga duch kelib qolmay, yuqori tarafdagi Bashtuan maydonmi qattiq sinabga duch kelgan. Bir qism tuan maydonlarning terilg'u yerlari, ishchi xizmatchilarning uylari qum ostida qilib, kishilar aloqzodilik ichida qolgan. Ba'zilar makonlarini tashlab ketishgan. Bu yerda mundaq bir qisturma ortiqchilik qilmas. 1987-yili Jojanliq dehqonlardan tashkillangan kemichilar atirti Svin Hedinning izini bo'ylab Tarim daryosida laylab moqmoqchi bo'lgan. Lekin suv bek tez bo'lganlikdan kichik yalqiyiq hadisla layg'ab etib qolgan. Ko'p joylarda kemichilar yalqiyiqni so'rab piyoda mang'an. Jungo bo'yicha eng cho'ng ishki quruqliq daryosi ana shunda holga tushib qolgan. Egilik tiklash qizg'inligiga cho'milgan kishilar rahimsiz reallik oldida cho'chib uyg'onishdi va atrofiga qaytadan nazar silib, masalaning naqadar og'irligini his qilishdi. Fan tadqiqot xodimlari muhit asrash, ekologiyalik tamponlikni qo'g'dashni yo'lga qo'yishdi. Her darajalik rahbarlar buningga astoydil muomala qilishga boshladi. Necha yildan beri nurg'un xizmatlar ishlandi. Nurg'un tadbirlar o'tirg'a qo'yildi. Bu vaziyat kishini umidlantirdi, xushallantirdi. Biroq har qancha qilgan bilanmi Lopnur ko'lini, Lopnur ko'li atrofidagi oyni cho'ridigan yulduzlardek qator o'rinlashgan o'tira kichik ko'llarni, Yemisu, Qariday, Arg'an, Qo'rg'an qatorliq joylardagi tutishib ketgan yurt mahallalarni asliga keltirgili bo'lamdi. Gulxonga qaqlab pishirgan beliqlarni yeb yashigan, yulg'undan o'qya yasab Chinxaydan kelgan banditlarni va bosmichi mo'ng'ullar bilan jang qilgan Lopnurliqlarning go'zal o'tmishini asliga keltirgili bo'lamdi. Hammaga ayonki, biror yurtning yer sharidan yo'qolishi shuningga aloqador bir muncha madaniyatlarning yo'qolishidan derak berdi. Uzoq vaqtlarda shakllangan bundaq madaniyatlarning yo'qolishi hech kimning diqqatini tortmaydigan, hech kimni afsuslantirmaydigan shu qadar oddiy ishmi? Uzoq o'tmishdagi Kroranning yo'qolganiga butkul dunyo afsuslanadi. Onun yo'qolish sababi ayni yillardagi madaniyati va hokazolarni tadqiq qilishga dunyo olimlari qatnashyapti. Biroq biz oyog'imiz ostidagi nurg'un kroranlarning yo'qolishiga qarab turibmiz. Ayni yillardagi Tarim daryosi bo'yidagi muhim o'tam Svin Hedin stayillar orqali dunyoga to'nilgan Abdal kentiga qarab ketayotganimda tarix, madaniyat, reallik va inson haqida cho'nqur xiyollarga cho'milgan edi. Pikap asfalt yo'lda uchqandek ketyotdi. Atrof cho'qdek qizib ketgan. Soy gohi qurib ketgan ko'l yoki sozliqning o'rni ekanligini isbotlab turadigan yerilib ketgan tetirliq. Gohida anda-sanda qumush, yulg'unlar ko'zga tashlanib yo'q bo'lib ketadi. Tushlik g'izoni nahiyaning sharqi-shimoliga joylashgan Miran shahri yenidagi Bingtuan yezigilik 2-diviziya 36-tuanda edi. Abdal kenti bu yerdan 70 kilometr yiroqlikda edi. 1907-yilning boshlarida angliyalik arxeolog Stein nurg'un asrlar mobaynida insonlar azaldan tinchligini buzib boqmagan Miran qadimiy shahar xarobasiga ketib etib, tushuniksiz sirliq hayajonga g'arq bo'lgan. U bu yerda 18 kun turib,
azaldan e'lon qilinmagan tasavvurdan sirt esil ham nafis tam rasmlarini, zangzucha kitob, qo'lida qepi kitob va sirlangan dubulg'a parchalarini, niya xarabisi bilan o'xshash davrga tava to'p ayol rasmi va qanotliq farishta rasmi, qarushti iziqidagi oyat tushirilgan yipak balbaq parchasi qatorliqlarni bayqagan. Steyn qanotliq farishtani topqanligidan intayin hayajonlanib, bu haqiqatanmi bir ulug' bayqash. Dunyo bo'yicha eng burunqi qanotliq farishta bu yerdan tepildi. Meningcha bu tam rasmining butkul tuzilishi, ko'z qatorliqlarning ifodalanishi tamoman g'aribcha degan. Steynning bayqishi Yevropa madaniyat sohasini zilzilaga solgan. Miran degan bu ism shuningdan tortib dunyo kishilari uchun yo'chin emas, balki ular ko'rishni orzu qiladigan joy bo'lib qoldi. Miran 1979-yili ataqliq olim Pinjamuning izdiraksiz yo'qolib ketishi bilan yana bir qitim dunyoga to'nildi. Go'yo hayot mamatliq rishti Dopnurga bog'langandek, Pinjamu Shanxaydagi afzal turmush xizmat sharoitini tashlab 1956 va 1958-yili ikki qitim Xinjiangga kelib xizmat qilgan ham Dopnur ko'lini tekshirish taklifini o'tirib qo'ygan. Ikkili qitimda uning orzusi amalga oshmay 1964-yilga kelganda ondan Dopnurga berish fursatiga erishgan. Lekin xizmatni boshlamay turibla kasbga berilib siyosiyga sal qaradi degan batnom bilan qaytirib ketilgan. Madaniyat inqilobi oxirlashi bilanla u yana Dopnurga berish orzusi bilan Xinjiangga kelgan. Hamda 1979-yili dekabrda jug'rofiya, ximiya, biologiya, tuproq, qumliq, havorayi qatorliq ko'p xil fanlar mutaxassislaridan tarkib topgan birlashma tekshirish guruhining tarkibida Dopnur rayoniga kelgan. Bu madaniyat inqilobidan keyingi Jungo olimlarining tunji qitimliq cho'ng ilmiy faoliyati bo'lib, Pinjamu bu guruhining tashkillovchisi va rahbarlarining biri edi. Ikkinchi yili, ya'ni 1980-yili iyunda u yana bir ilmiy tekshirish guruhisini boshlab, Miran dehqonchilik maydoniga kelgan. Bir necha kunlik tayyorlikdan keyin guruhining 4 nafar a'zosini boshlab, 2 mashina bilan Dopnur ko'lini tekshirishga mangan. Ham shu mangancha Dopnur vodisida g'oyib bo'lgan. Bu dal Jungoning tunji atom bombasi patlagan tajriba maydoni bo'lganligi uchun bu sirliq voqea mamlakat ichi va sirtida kuchli ta'sir qo'zg'agan. Chet ellarning razvedka sun'iy hamrohlari bir mazgil bor kuchini bu rayonga markazlashtirgan. 1700 yil ilgariki Miran qadimiy shahri balki uncha mashhur bo'lmag'aydi. Ammo uning nomining oradan shuncha uzoq yillar o'tgandan keyin dunyoga mashhur bo'lib ketishini kim o'ylagan? Ana shu sababdan bo'lsa kerak, Italiyaning hozirgi ikkinchi cho'ng shahri milodiya 4-asrda qurilib, Rim imperiyasining poytaxti, Italiya adabiyot san'at uyg'onishining markazi bo'lgan Milan shahrining boshlig'i dunyodagi hamma ismdosh shaharlar bilan aloqa o'rnatish, madaniyat almashtirish maqsadida Jungoning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi Milan shahrining shahar boshlig'iga bir parcha xat yozgan. U bir do'stona chaqiriq, shundaqla zamonaviy madaniyatning qadimiy madaniyatga bildirgan ehtiromi edi. Afsus, Miran qadimiy shahrida bu chaqiriqqa ovoz qo'shadigan shahar boshlig'i yo'q edi. Men Miran qadimiy shahar xarobasiga qarab, uning bilan unsiz xo'shlashayotgan chig'imda men yana kelaman. Miran qadimiy shahriga emas, Kroran qadimiy shahriga boraman deb niyat qildim. Abdal tarafga mang'ancha torlishib ketgan yo'l goh yo'qab ketsa, goh paydo bo'lib qoladi. Shoför tajribalik bo'lganlikdanmi yoki bu yo'lda ilgarimi talay mang'anlikdanmi ilg'i qilg'ili bo'la bo'lmas yo'lni tanlab, birdamdala mashina izi bor obdan yo'llarga chiqib oladi. Lekin bir necha qadam mang'mayla egizbas, qo'mishliq, yantoqliq arsida yo'lni yo'qotib qo'yadi.
ikki taraf uzoqdan uzoqqa so'zilgan, chak-chak yerilgan tetirliq edi. Ba'zi-ba'zida to'xtam suvlar, top-top yap-yeshil qumushlarmi ko'zga tashlanib qoladi. Arada o't-cho'plar buluq o'sgan yerlardan o'tdik. Uzoq o'tmay tasma shaklda so'zilgan, yerimini yap-yeshil qumush qaplagan, suyi bakmi suzuk, cho'nqur sazliq ko'zga tashlandi. Atdigandan beri qaqasliqda mengib kelayotganligimiz uchun bu manzara bakmi chiroyli ko'rindi. Nahiylik Partikom tashviqot bo'limida ishlaydigan foto suratchi hamrohimiz hammamizni bir necha parchadan suratga tortib qo'ydi. Afsus, hozirgacha birarsini topshirib ola olmadim. Ilgari mushu yerlar tutash ketgan sazliq ko'li edi, dedi bizga hamroh bo'lib kelgan Tuan maydonining muavin siyosiy komissari. Uning so'zi menga Seven Hedinning xotirasidagi voyonlarni eslatdi. U xotirasida Abdal kentining atrofidagi yap-yeshil qumush qaplagan sazliq ko'llarni tasvirlagan edi. Ana, egiz qirg'oqda qator mükjiyib turg'ini tariximizdagi yana bir mashhur joy. Ayni yillarda Qinghai Shizangdan Xinjiangga kirishdiki tunji kent. Shundaqla Chaqiliqdan Qinghai Shizangga qarab menishdiki oxirgi bekat Abdal kenti. Yerim yartı tamlarning kesaklari shamol bo'ronlarning yalishi, oftobning ko'ydirishi bilan qizirib pishib qolgandek tussimu qo'lga to'pi yuqmaydigan bo'lib ketgan edi. Ishik deraza, uyuqlarning o'rni, uylarning shaklidan qaysi mehmonxona, qaysi oshxona, o'yla ig'il ekanligi mana deb ko'zga tashlanib turardi. Bir hoylada hatto tonurning izi, ko'mir uvoqlari bor edi. Tegi oq, qizil oy yulduz gullik chit parchasi hamma yerdan degudak tepilatdi. Qaraganda bu ayni yillarda Abdalliq ayollar e'tiborlaydigan raxt bo'lsa kerak. Hamma uylarda yana havorang yeshil gullik chini sunuqlari, yo'g'an beliq to'rlar uchraydi. Ammo u to'rlar qo'lga olsila uvilib ketgudak holga kelib qolgan edi. Uylarning orqasidagi keng ham cho'nqur, quruq eqin Tarim daryosining qini edi. Onun cho'nqur ham kengligiga qarabla Tarim daryosining naqadar shiddat bilan oqadiganligini tasavvur qilg'ili bo'ladi. Seven Hedin mushu yerdan qayiqqa tushib, Do'nglik degan yergacha borgan. Mushu yerdan xizmatkor yollagan. Uning qayiqi yog'ochga so'qilib, dum ko'mtirilib ketganda, lopnurliqlar kichik qayiqlarga tushib, chaqqonlik bilan uning suvga tushib ketgan narsalarni suzib bergan. Steyin mushu yerda o'rkashlab turgan Tarim daryosining neriqi tarafida ombar soldirib, barliq asar atiqalarni va pul mollarini saqlagan. Lopnurliqlar uningga 5 qayiqni chetib, ko'rik yasab bergan. U bu yurtning ko'pni ko'rgan cho'nqur fikrlik ma'zini bilan din va boshqa ishlar haqida ko'p fikrlashgan. O'yvelingan ko'zga o'xshab qolgan cho'nqur quruq eqin bo'yida uzoq turdim. Ayni chaqlardagi qo'yuq dal daraxtlar, yalpinib turgan o't-cho'plar, cho'plikda o'tlab yurgan qo'y kalalar, tegi oq oy yulduz gullik ko'nglaklarni kiyib, beshiga ro'mol solgan, uzun chochlariga choch tangilarni esib, eshik oldida ko'k va yeshil ranglik chinalarni yuyib-atgan, tonurga non yiqib-atgan, beliq pishirib-atgan ayollarni, daryoga to'r tashlab beliq tutib-atgan erlarni, uylarning atrofidagi cho'plikda o'ynab yurgan ushoq bolalarni ko'rgandek bo'ldim. Mana bu Tarim daryosi bo'yida paydo bo'lgan, daryoning qurishi bilan tangla qurib ketgan Lopnurliqlarning kichik kenti. Agar ikki mashhur chet ellik ekspeditsiyachining nomi bilan bog'lanmagan bo'lsa, boshqa nurg'un yezi kentlarga o'xshash kishilar uni allaqachon unutib ketgan bo'ladi. Men Tarim daryosining qadimki izlari bo'yidan qaytib kelgili bir yildek bo'ldi. Tarix, reallik va
kelgusiga bog'langan shu qadar vaznlik ham jiddiy bu temani qandoq ifodalash haqida ko'p o'ylandim. Yuraksizlanib bosh tortgan vaqtlarim bo'ldi. Ammo tashdek ig'ir bir narsa bo'g'zimga kaplashib, yurakimni besib turgandek bir hissiyotdan zodila qutula olmadim. Bo'libmi chaqliqning o'tam yesida ko'rgan to'nglikigacha qumga ko'milgan uylar, qurib ketgan mevalik daraxtlarning uchi chiqib turgan qum bosgan bog' ko'zimni yumsamla ko'z oldimga kelib oladi. U xuddi reallikqa aylangan sonsiz rivoyatlarning, takrorlangan hisobsiz fojialarning jonliq ko'rinishi edi. Yana biri bir qo'rg'on atrofidagi qurib ketgan to'g'roqliq va Tarim daryosining qum besib ketgan ko'ni izini ko'rish uchun yo'lga chiqqan vaqtimizda oddiy bir shopirning eg'izidan chiqqan bir eg'iz gap. O kuni nahiya bozordan 200 kilometrdek minib, tosh yo'ldan agib, o'ng tarafdagi shalom to'g'roqliq ichiga kirib ketdik. Mashina egiz past yerlardan bakmi tasda aylanib o'tdi. "Qandoq ma'alamsan?" deb so'radi bir hamrohimiz shopirdan. "Ma'man, chaqiliqqa ozroq foydasi borli ish bo'lsa, olamning u chetigimi boraman?" Gap yasashni bilmaydigan tuz oq ko'ngil shopirning og'zidan chiqqan bu so'z qalbimga shundoq cho'nqur o'rnashib qoldi. Afsuski, men chaqiliq uchun hech narsa qilib bera olmayman. Qilib bera oladiganim faqatla chin qalbimdan urg'agan mana mushu bir necha eg'iz so'z. Ishkirlab mong'an seri ko'z yetadiganligi yerning hammasi qurib ketgan to'g'roqlar bilan qoplangan edi. Bu to'g'roqlar go'yo kimlardir qasddan o'rinlashtirgan ajoyib, g'aroyib, qo'rqinchli, surlik obrazlar ko'rgazmasiga o'xshaydi. Har bir tip to'g'roq go'yo bu dunyodagi kishilarga tashnalikning nimaligini uqtirmoqchi bo'lgandek qaqchirashdan, o'tdek haroratdan, bo'rondan uvilib ketayotgandek. Lekin ichidan qaynab chiqqan yana bir kuch tufayli mahkam kirishib to'lg'inib, yiqilib qo'pib cho'qan silib, halokat va mamotlik bilan ilishayotgandek tuyg'u beradi. Daraxtdek yo'g'on uzun yıldızlar namlik izlab yer ustiga chiqib, uyan-buyan so'ylab, yana yer ostiga kirib ketgan edi. Yer ostidagi va yer ustidagi ashu yıldızlar o'z atrofidagi har chimdim tuproqni mahkam quchoqlab turganlikdan har bir tip to'g'roq bir yumaloq do'ngni shakllantirgan. Oraliqdagi bo'sh yerlar bo'lsa, bo'ronning uchirtishi bilan cho'nqur ozg'alga aylangan. Mana bu to'g'roqning hamma ulug'ligi. Afsuski, kishilar buni bakmi kechikib tushandi. Hamma odam o'zini o'yladi. Malla yashashim kerak deb o'z nafsiga cho'q tortdi. 50 yildan buyon Aral sug'urish rayoniga keladigan suv ancha ko'p ozlamagan bo'lsa-mu, Töven iqindagi charaga keladigan suv Araldagi suvning 100dan 5-6% bo'ldi. Bu yerlarga bo'lsa bir temimi suv kelmaydigan bo'lib ketdi. Ilgari qo'lisili chiqadigan yerlarning yer osti suvi tövallab 19-21 metrga tushib qoldi. Vaholanki to'g'roqning hayot turishi uchun suv o'rni 4 metrdan tövallab ketmasligi shart edi. Shundoq qilib bu to'g'roqlar takla makondagi botur azimatlar turkumlab, tumanlab qurib ketdi. Ammo ularning yiltizi hali ham oyig'i ostidagi tuproqni mahkam quchoqlab, Tarim daryosining ko'ni iqini bo'yidagi xarobilashgan yeshil koridorni qo'g'dimoqda. Taklimakon cho'nqumligi bilan quruq tog'ning qo'shilib ketishini to'sib turmoqda. Ayni vaqtda ba'zilar yuqori iqinning taraqqiyotiga kapolat qilish uchun to'van iqinni tashlab etishni o'tirib qo'ygan. Ammo amaliyat to'van iqinni tashlab etganda ikki cho'ng qumda qo'shilib, davlat tosh yo'li uzilib qoladiganligini,
Chaqiliq, Lupnur nahiylarla emas, Korli şəhərimi qumның bevosita taktidi ostida qoladiganligini isbotladi. Shundaqla kishilarga bu qadimiy yeshil koridorni, bu yerdagi har bir tüp yeshillikni qo'g'dashning zarurligini to'nitdi. Biz qurigan to'g'roqlikni arlab ketib etib, yerlik kishilar tashlab ketgan ko'na uylarni uchratdik. Bu uylarning sal nerisida qumga ko'milib tinib ketayli deb qolgan cho'ng, uzun, ozgal Tarim daryosining, qurigan daryoning qini so'zilib yotadi. Daryoning neriqi tarafimi o'xshashla to'g'roqlik, giyohsiz, egiz pas qumliq edi. 100 yillab o'rkashlab oqqan sohilida dunyo bo'yicha eng cho'ng, eng qadimiy to'g'roqlikni hosil qilgan Tarim daryosi bugungi insonlar xuypaylining belgisi bo'lib, mana shundoq ichinishliq holda tashlanib yotadi. Hamrohlarimning ichida musha atrofdagi o'rmon asrash punktining mas'uli bor edi. Şinjan Yez Egilik Universitetini bitkizgen bu yigit yoshligini odamsiz jangalda, ashu to'g'roqlarga sarf qilib etibdi. Uning somkisidagi bir xotiriga bu to'g'roqlarga oid ko'ngilni g'ash qiladigan sonlar va vaznli o'y fikrlar xotirlangan ekan. Ammo Tarim daryosining töven iqimidagi 140 kilometr uzunlikdagi xeylili keng doirani boshqaradigan o'rmon asrash punktlarining sharoiti nachar bo'lganligining ustiga ularda birarmi qatnash quroli yo'q ekan. Ular qachonmi o'z funksiyamizni haqiqiy joriy qildirish imkoniyatiga erishalarimiz deb tit bo'ladi ekan. Qo'rg'ondan ayrilayotgan chig'imizda g'ur-g'ur shamol chiqishga boshlagan edi. Hamrohlarim, "Ta'lingiz borkan, yo'lda qum oqqanini ko'rdigan bo'ldingiz" deb chaqchaq qilishdi. Darvaqa asfalt yo'l yuzidan qum xuddi iqin suvdek iqib o'tishga boshladi. Bu haqiqatanmi boshqa joylarda ko'rishga nisb bo'lmaydigan o'zgacha manzara edi. Ammo bu go'zal manzara kishini endiktiratdi, o'ylantirdi. Men ayrilish oldida bu yerdagi xislatlik to'g'roqlarga, hayotini ashu to'g'roqlarga atagan, ashu yo'lda qon ter oqqizib, kuyib pishiyotgan barliq yaxshi kishilarga omad tiladim. Sho'r peshoni to'g'roqlar. Ah niyat, jabokesh odamlar. Baxit va omad sizlarga quchoq ochsin. Davomini kelar qitim anglag'aysiz. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Kirishtirgan muzikani Dilfuraz Xani ishlagan. 2020 yili 15 fevral janbal unga ilinib tayyorlandi.